Assalomu alaykum azizlar. Bugun osteoartroz kasalligi bo'yicha ma'lumot bermoqchimiz. Xalq tilida tizzaga tuz yig'ilishi deyishadi, lekin aslida bunday emas. Bu tuz yig'ilishi hisoblanmaydi. Osteoartroz kasalligini keltirib chiqaradigan sabablar ko'p. Bulardan eng asosiylari yallig'lanish. Nasliy moyilligan sabab bo'ladi albatta. Yallig'lanishni o'tkazib yuborganda ham osteoartroz kasalligi kelib chiqadi. Bo'g'inlarimizda yallig'lanish kuchayib ketadi. Tog'aylarimizda mo'rtlashlik boshlanadi. Mo'rtlashib, tog'aylarimiz ingichkalashib ketadi bu kasallikda. Organizmga kalsiy moddasi tanqisligi natijasida ham bu kasallik kelib chiqadi. Ko'proq bu kasallik semiz insonlarda ham uchraydi. Shuning uchun semizlikni iloji boricha ozishga harakat qilinish kerak. Sababi ko'p nagruzka berishlik natijasida bo'g'inlarimizga shuningdek osteoartroz yoki ko'ksartroz kasalliklari kelib chiqadi. Hozirda osteoartroz kasalligi bilan kelayotgan bemorlarimiz ko'p. Xudo xolasa natijalarimiz yaxshi, samarali bo'lyapti. Apiterapiyani shifosi zo'r bo'ladi bunaqa yallig'lanish kasalliklariga. Faqat shu erta bosqichida kelsalar tezroq natijaga erishish bo'ladi. Shu 4-bosqichida kelayotgan bemorlar ham bor, lekin 4-bosqichini davolab bo'lmaydi. Bu 4-bosqichini davolaydigan muolaja turini o'zi yo'q. U faqat operatsiya qilinadi. Operatsiyadan boshqa iloji yo'q. Chunki 4-bosqichida odam yurolmaydigan darajaga yetib boradi. Shuning uchun imkon qadar osteoartroz kasalligi tashxisi qo'yilgan bemorlar shu erta bosqichida iloji boricha davolanib harakat qilish kerak. Astoydil harakat qilinish kerak. Ko'pchilik kelayotgan bemorlarimiz aytishadi, bu kasallikka 5 yil bo'ldi menga. 5 yil ichida nima qildingiz desak, og'riq qoldiruvchi olib yurdik deydi. Og'riq qoldiruvchi bilan u bemor o'zini o'zi aldaydi xolos. Og'riq qoldiruvchi ukol u sizni davolamaydi-da, sizni simptomingiz yaxshi qiladi xolos. Og'rig'ingizni qoldirib beradi xolos. Og'riq qolgandan keyin bemor nima qiladi? Men yaxshi ekanman deb yana nagruzka berib oyoqqa yuraveradi. Vaqt o'tkaziraveradi. Lekin ichkaridan kasalligimiz og'riq kamaygani bilan, lekin keyingi etaplariga o'tib boraveradi. 1-bosqich, 2-bosqich, 3-bosqich bo'lib boraveradi. Oxiri 4-bosqichga borgandan keyin murojaat qilishadi, lekin u iloji yo'q u bosqichida. Shuning uchun imkon qadar shu 1-bosqichlarda shu kasallikni sezdinglarmi, iloji boricha og'riq qoldiruvchi ukol olmasdan tabiiy narsa davolansanglar, xudo xolasa tezroq natijaga erishasizlar. Ko'proq shu semizlik bor insonlar ham ko'p keladi bu kasallik bilan. Iloji boricha ozish tavsiya qilamiz. Ozish kerak. Imkon qadar nagruzka kamroq berish kerak bo'g'inlarga. Ovqatlanish ratsioniga ham to'g'ri ovqatlanishimiz kerak. Sho'r ovqatlar mumkin emas, xolesteringa boy ovqatlar mumkin emas bu kasallik bilan kasallangan bemorlarga. Albatta nagruzka bermasligimiz kerak. Imkon qadar shu og'irlik ko'tarmaslik kerak, ko'p yurmaslik kerak. Imkon qadar shu bo'g'inimizga nagruzka bermasligimiz kerak iloji boricha. Iloji boricha shu erta bosqichlarda harakat qilib, agar bizga murojaat qilsanglar, xudo xolasa natijalarimiz yaxshi bo'lyapti. Kelganlaringizdan keyin kasalliklaringizni aniqlashtirib, holatlaringizni ko'rib, shunga qarab giyohlarimiz ham bor, tavsiya qilinadi. Yoshlaringizga ham bog'liq bo'ladi bu giyohlarimiz berishligimiz, malhamlarimiz bor. Apiterapiyaga qo'shimcha ravishda foydalanamiz ulardan. Natijalarimiz yaxshi, xudo xolasa. Ko'ngil to'q qilib kelinaveradi. Shu osteoartroz kasalligi bor kasallar faqat erta bosqichlarida